Bu yoq tomondan videoni olishga qaror qildim. Men bitta narsaga qoyil qolganim, mana bularda shunaqa texnologiya rivojlanib ketgan ekanda. Mana shu devorimizni shu turgan tepadan eng qatlamonni chuqurigacha 15 metr qaziladi-da bu. 15 metr atko'zi tikka devor tashlab olmaslik uchun mana hamma yoqdan mana bunaqa teshuvlar qilib, svaya qilib mana beton quyib chiqishyapti. Mana shu beton quyilgan hammasiga. To'xtab ishlashyapti. Obyekt juda katta. Bitta shu o'rinda bir razmerini aytmoqchi edim. Qatlamani eni 170 metr, uzunasiga 420 metr uzunasiga. Men endi tepa nuqtalarni aytdim. Endi bunda atko'z qo'llanadi. Bir 3-4 metr bunday uklon zasipka bo'ladi. Uklonda bo'ladi baribir. Biladiganlar bo'lsa, shu savolimiz bor. Savol shundan iborat. Tepa nuqtasi 170 dan mana 170 metr. Pasi 150 metr bo'ladi-da. Bitta xuddi shunaqa eniga, uzunasiga. Uzunasi tepadan nuqtagacha 420 metr, pasi 350 metr. Savol nimadan iborat? Nechta hova chetdan to'pon musil chiqadi, ya'ni общий. Nechta bilganlar shu javobga qiziqqanlar bo'lsa, shu savolimizga javob to'g'ri topganlar, xudo xolasa mana shu 20 mashina toza to'poldan olib beramiz.